Assalomu alaykum. Bugun ov pichog'imizni sinab ko'ramiz. Haqiqiy sharoitga yaqin imkon qadar. Soplarimiz yorma qilib ishlangan, bakansiya kelgan, metallimiz pachinidan. Hozir mana sinab ko'ramiz. Baklashkada keyin. Mana yog'ochimiz. Bismillah. Damni ko'ryapsiz. Endi baklashkani kesib ko'ramiz. Ko'ryapsiz, baklashkani ham kesib oldik. Endi oddiy qog'ozda sinab ko'ramiz. Mana e'tibor berasiz. Yog'och urgan joyimiz bilan ham kesyapmiz. Ishlatgandan keyin bitta quritib qo'yib, artilib qo'ysa bo'ldi. Xudo xohlasa xizmat qilaveradi. Sifati a'lo darajada. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat.